Ana So'g'diyona tilida bozor degan. Buni bizning toshkentliklar o'zining tiliga moslab juva deb yuborgan. Eski juva, eski bozor. Toshkent paydo bo'libdi o'sha bozor. Boshqa narsa bo'lmagan. Undan keyin bundoq o'tsangiz kallaxona degan joy bor. Kallaxona emas, kalonxona. Kalonxona. Toshkentning boylari, rahbarlari o'sha turgan. Ali Mirza Karimboylar o'sha turgan. Undan keyin bundoq o'tsangiz Chaqchmon. Ha, masjid. U Chaqchmon emas, Charxchi imom. Imomning kasbi charxchi bo'lgan. Maşallah. Ana tarix. Bu paytda imomlarga haq to'lanmagan, o'zining kasbi bo'lgan. O'zining kasbi bo'lgan. O'zining kasbi bo'lgan. Keyin bundoq o'tsangiz Sag'bon, ha? Sag'bon degani, mana Sarbon degan, bu ham So'g'diyona tilidan qo'riqchi degani. Nima uchun qo'riqchi deydi? Chunki o'sha ko'chada ko'p karvonsaroylar bo'lgan. Molini qo'riqlagan, jonini qo'riqlagan va qo'riqchi degan nom olgan. Uni ba'zi bir haligi o'qimagan professorlar bir kun televizorga chiqmadi, sakban bu it boqar deydi. O'tdek sharq it boqar bo'lmagan. Astagfirullah. Hay, bu qayerlardan kelgan professorlar-da ular. Biz buni tarixini yaxshi bilamiz. Endi mana Sag'bonning oldida Zargar mahalla qo'shdi. Zargar mahalla hisoblanadi. O'sha hammasi zargar bo'lgan. Hali ham bor zagarlar. Avlodlari hali ham bor. Men bilaman bittasi. O'sha zargarlar o'sha mahallasi o'sha. Bor. Keyin bundoq o'tsangiz Hastimon. Hazrati Imom Shoshiy nomiga qo'yilgan. Shoshiy hazratlari Toshkent uchun juda katta xizmat qilganlar. Hozir tarixini gapirib beraman Shoshiyni. Keyin bundoq o'tsangiz Qora saroy. Qora saroy degani, qora degani buyuk degani. Buyuk, katta degani. Katta saroy, buyuk saroy. Shuning uchun bu rangiga qarab emas, buyuk saroy bo'lgan. Keyin bundoq o'tsangiz, Ashani proskani soladigan asosiy ko'rsatadigan. Ani paloskasini qo'ysa ochmayapti-da shuni. Paloskasi ham bor ashirda. keyin bundoq o'tsangiz, Masrurni mani ko'ringlar, mani bo'pqo'lim. Teshik qopqa degan joy bor. U teshik qopqoq emas. Teshik qopqa. Qopqa degani qozoqchadan darvoza degani. Qozog'istonga qaragan darvoza, 12 darvoza bittasi. Darvoza bo'lgani uchun qozoqcha nomlangan. Hali aytadiki, Krasniyskiy Qayratni qopqasiga to'pni so'qdi deydi-ku. Ana o'sha qopqa darvoza. Maşallah. Endi nima uchun teshik qopqa? Teshik darvoza. Chunki o'sha yerda suv oqqan, suv otadi. Suvi nami urib, devor nurab teshilib qolgan. Suv hali ham bor, toqat. Oqadi. O'sha nurab devor teshilib qolganda darvozaning yonidagi. Odamlar o'sha teshikdan o'tib yurgan. Shuning uchun teshik qopqa, teshik darvoza deyiladi. Bizlarni buvamizni ana xonasi o'sha yerda. Ha, barakalloh, ana. Taxtabundan Bir kun borsam, o'sha mozori nimasiga yozib qo'yibdi. Teshik qopqoq mozori deb. Haqiqat chaqirib oldi rahbar, kim yozdirdi buni dedim. Teshik qopqoq ham bo'ladimi dedim. Ma'no yo'q, ma'no. Qopqa, bu qopqa bo'lgan dedim. Bu to'g'rilaydi. Bo'lib borsam to'g'rilab qo'yishibdi, yaxshi. Qopqa qilib. Endi o'tsangiz labzak, ha, labzak. Labzak emas bu. Labzaq. Suvi labzaq. Suv o'sha yerda dimlanib oqadi. Labzaq. Keyin bundoq o'tsangiz endi o'rda. O'rdani hamma biladi, u nima o'rislar bilan nimalarni ajratib turgan joyi o'rda. Keyin bu sizni qor yog'di mahallangiz. Qor yog'di. Ha, qor yog'di. Balki mana nima bu yoqda Ali Shohan Tohir hazratlarining joylari bola Orqamizda qiyot edi. Qiyot hali ham bor ko'cha. Hali ham bor. O'sha darvoza, doim bekib turadigan darvoza bo'lgan o'sha. Qiyot ali tilla magazin bor-ku. O'rdadagi. Suvni bo'yidagi. O'shaning orqasi qiyot. O'shadan kirib chiqardik. Undan keyin mana hadra. Hadra degani bu forscha so'z bo'lib, hadroh, o'zi hadra emas, hadroh. O'sha paytda Zarqaynar ko'chasi markaziy ko'chalardan bo'lgan.
shu yo'lni oxiri degan so'z. Yog'i jarli bo'lgan. Yo jar bo'ladi, u jar. Jarli bo'lgan. Shuning uchun u hadra emas, hadroh. Ya'ni had, hudud, chegara, roh yo'l, yo'lni oxiri degan so'z. Maşallah. Ana undan keyin bundoq kelasiz Chorsuv. Chorsuv boshqa shaharlarda ham Chorsuv degan joyi bor. Ya'ni hamma yo'l chetga olib keladi degan so'z. Mana bu yoq Navoiy ko'cha ham chetga keladi, Chorsuga, Samarqand darvoza ham chetga keladi, Ko'kshi ham chetga keladi, Chig'atoy ham chetga keladi, Sog'bon ham boshqa hammasi chetga keladi. Chunki o'sha bozorga kelishgan hammasi chetga. Shahar markaz bo'lgan. Endi Chorsuv degani o'sha chor bo'lgan forscha so'z, chor degani to'r degani, suv degani yo'l degani. Yo'l olib yo'l, o'sha suv degani yo'l degani. Endi mana o'sha har bir mahallani o'zini kasbikori bo'lgan Toshkentda. Masalan, mana Samarqand darvoza duradgorlar. Hozir ham mana duradgorlar o'sha. Keyin mana Ko'kcha tomon u hali nimalar qiladi, hali Amerikan qovushmoqchi kosiblar. Keyin mana bu nima tomon masalan sirki o'rni Degrez mahalla. Degrez degani bu qozon quyuvchi, Cho'yandan qozon quyiladi, Degrez mahalla bo'lgan. O'sha Pushkin bog'i bilan mana orasida, Hadraning orasida o'sha tepa joy, bu yerda tepa. tepa. Shohona ham bo'ladi. Kannaychadan ushlab ketadi. Endi Shoshiy hazratlari asr vaqt bo'ldimi degan. Yo'q, albaroq bo'ldimi? Asr vaqti kirdi. Azon aytdi. 4:20. Yo, 3:20. 3:20 da bo'ladimi? 3:19. Ye, qarang. Tez o'tib. Yo'q, 3:19 da o'tadi bizaniki. Bu 20 degan 3 bo'ldi. Angama beliga tepmangda endi. Endi Shoshiy hazratlari bu nima bo'lgan? Qulfchi, temirchi. Shunaqa. Shu odam bir kun chivin tutadigan qopqon yasaganda, chivin tutadigan. Kichkina. Chivin qo'yib qo'ysa, chivin kelib shaqqa tutib oladi chivin. Shuni Toshkentni hokimiga olib borgan. Sovg'a qilaman deb. Ketsa bir chumoli o'ziga bir 20 marta katta bir yukni tortyapti-da bitta o'zi. Degan qarab harakat qilmaysanmi deb o'tib ketadi Shoshiy hazratlar. Keyin borsalar hokim bir odamni kuzatib darvozagacha kuzatib olib borayotgan bo'ladi. U tashqi ko'rinishidan hali kuzatib olib borayotgan odam unaqa hurmatliga o'xshamaydi. O'shani kuzatib olib borib qo'yib, qaytib kelganlaridan keyin oldilariga kiradi, hokim oldiga deb, mana shu sizga mana shu sovg'a qilib olib keldim. Shu chivin tutadigansa. Hokim qo'liga olib turib, bundoq qarab turib, shu zehn, shu hunar, shu ilm islomga xizmat qilsaydi deydi. Maşallah. Taqsir deydi. Hozir men kelishimdan oldin bir odamni kuzatib olib chiqib qo'ydingiz deydi. Lekin tashqi ko'rinishidan unaqa hurmatga sazovor odam emas deydi. Yupun keyin. Desa, u ilmli odam edi deydi. Ilmli odamni men ilmini hurmati uchun kuzatib olib bordim deydi. Ana bu ham ta'sir qiladi-da, endi deydi. Demak, ilm olish kerak. Boyiga bu zehn bu islomga xizmat qilsa degan gap, bu gapdan keyin qaytib ketsalar chumoli inini oldiga olib borib qo'ydi tali yukka. Demak harakat qilsa bo'lar ekan deydi. Uyga borib o'sha paytda 40 yoshda bo'ladilar. Yosh bo'lgan ekanlar. 40 yoshda. Choponni yelkalariga tashab arab davlatlariga qarab ketadilar. Iroqlarga. Endi shunda borganlarida qarang. Fiqhiy olim bo'ladilar. Fiqhiy. Va 72 ta tilni o'rganadilar. 40 dan keyin. 40 yoshdan keyin. 40 yoshdan keyin. Maşallah. 72 ta tilni. Uning ichida Yahudi tili ham bor. Lekin hali ilmni o'rganib kelsalar, Bag'dodga kiradilar. Bag'dodga Rum davlati, ya'ni Vizantiya olimini yuborgan bo'ladi. Xat yuborgan bo'ladi. Xat yuborgan xatda 3 ta savol, 3 ta shart turadi.
agar qurbing yetsa biza bilan chiqqin urushga deydi. Qurbing yetmasa bizaga o'lpon to'lagin deydi. Xoliqda endi. Unga ham qurbing yetmasa, ja bo'lmasa mana shu xatga munosib javob yozgin deydi. Haligi Bag'dodda podshohligida bunaqa haligi ilmli yo'q ekanda. Shoir yo'q. Kel Hazrat shoshib borib qolganlaridan keyin mehmonxonani xo'jayini darrov shohga xabar beradiki, bitta ilmli odam keldi. Bizning yurtdan emas u deydi. Keyin haligini chaqirtiradi podshoh. Shoshi hazratlari boradilar. Shunda xush kelibsiz ey mehmon deydi podshoh. Bizga siz olim bo'lib ko'rinyapsiz. To'g'ri deydi. Men shu ilmni ancha o'rgandim deydi. 10 yil ilm o'rgandim deydi. 10 yil. Mana shu bizga mash xatni nima qilib tahdid solib turibdi Rum podshosi deydi. Shuni yozib bersangiz javobini. Mayli, shartim bor deydi Shoshi hazratlari. Qanaqa shart degan? Mushafi Qur'onni Usmonning nimasi tushgan. Shuni menga berasiz, men yurtimga olib ketaman deydi. Bag'dod xalifasiga deydi. Ha. Bag'dod xalifasiga. Shunda u odam aytadi, "Yo" deydi. Bu Usmonning nimasi tushgan, bu eng bizga qadrli musulmonlarning eng qadrli deydi. Ya bo'lmasa yo'q deydi, qaytib ketadi Shoshi hazratlari. Keyin vazir aytadi, "Ey podshohi olam" deydi. Ana ular kelsa nafaqat Qur'on yurtni vayron qiladi-ku. Sizda Qur'on shu o'tirasizmi deydi. Chaqirtiring uni deydi. Shartiga rozi bo'ling deydi. Darrov chaqirtiradi. "Ey mehmon, biz sizga rozimiz" deydi. Haligini olaladi yahudiylarning tilida chiroyli qilib, she'riy qilib yozib beradilar. Yozib nima qilib, tevlariga nima qilib imzolarini qo'yib. Javob. Endi hali Rum podshosi hali xatni olganidan keyin haligini o'qib nima qilib, agar shu olim shu yerda bo'lsa, biz urush qilsak yutqizamiz deydi. U ilmli odam ekan deydi. Biz orqaga qaytib ketamiz, orqaga qaytib ketgan. Ana o'sha yerda javobga. Undan keyin haliga 4 ta odam bergan podshoh. Hali Qur'onni ko'tarib nima qilib kelishga va bir xalta oltin bergan, mana sizga mukofot deb. Yani Shoshi hazratlari kelganlar, Mushaf Qur'onni Shoshi hazratlari olib kelganlar. Hali ko'pchilik aytadi Amir Temur. Yo, Amir Temur boshqasini olib kelgan. Bu qon to'kilganini o'sha yerdan Bag'doddan olib kelganlar bular. Shoshi hazratlari. Nimalar bor? Ha, endi qarang. Orada 10 yil o'tgandan keyin ta boradilar. O'sha yoqqa yo'llar tushib borsalar, Rum podshosi bilan Bag'dod orasida urush bo'layotgan ekan. Qo'llariga qilich olaladi, musulmonlar tomonidan turib jangga kiradilar. Endi ularning armiyasi kuchli bo'ladi o'sha paytda imperiya. Kelib o'rab olib 10 mingta arabni asir olishadi. Shuning ichida endi Shoshi hazratlari ham bor. Asir olib borgandan keyin endi hali asirlarni bundoq terib qo'yishadi. Atrofini endi hali podshoh, Rum podshosi aylanib chiqadi. Shoshini oldiga keladi. Sen arab emassan. Kimsan deydi. Shunda haligi yahudiyning tilida javob beradilar. Men Mavarov Nahrdanman. Shosh shahridanman. Ismim mashnaqa shuning uchun Shoshi taxallus qo'yganman o'zimga. To'xta deydi. Bundan 10 yil oldin deydi, menga deydi xat yozgan sen emasmisan deydi. Men edim deydi. Unda senga bizning iltimosimiz bor deydi. Qanday iltimos desa, shu Tavrotni arab tiliga o'girib berasan deydi. Ha, o'girmayman deydilar. Nega? Chunki sizlar Tavrotni o'zgartirgansizlar. Agar asl nusxasi bo'lsa, unda o'girib beraman. Keyin darrov farmon beradi, qidirib asl nusxasini toptirib kelishadi. Asl nusxasini olganlaridan keyin bundoq qarab chiqaradi, bu asl nusxasi. Endi tarjima qilib berasizmi deganda shartim bor deydilar. Qanday shart deganda, men bilan birga mana shu 10 mingta arabni ozod qilasiz deydi. Hali podshoh ham mard ekan, bo'ldi deydi. Qisqa muddatda haligini shuna qilib tarjima qilib, nima qilib yoki hali olimlarga ko'rsatsa, olimlari haligini ko'rib
biron bir zeru zabari ham tushib qolmagan. Nihoyatda bir yaxshi nima qilingan, tarjima qilingan deb nima qilardi. Shunda haligi podshoh, Rum podshosi ana 10,000 arab mana senga, sen ozodsan deb qo'liga xat berib jo'natadi. Anaki. Undan keyin nima borib Bag'dodga olib kirsa, Bag'dod podshosi ey mehmon deydi, siz bizga ikkinchi marta yaxshilik qilyapsiz deydi. Endi tilang tilagingizni deydi. Shunda Shoshiy hazratlari aytadiki, bizda dehqonchilik sug'orish yo'llari bilan qilinadi. Shunga bo'sha Toshkentimizga, Shoshga suv olib kelishimiz kerak. Bu suvni o'shalar nima qilib qurdirganlar. Shunda darrov hisobchilarni chaqirtiryapti, nima o'sha podshosi hisoblaylar, o'sha masofasi qanaqa, shuni uzunligi qanaqa, kengligi qanaqa, shuni hammasini hisoblaylar deydi. Hisoblashib nima qilib bo'lgandan keyin mana bu o'shaga beriladigan nima haq. Mana 1000 ta negr o'sha Habash. O'sha yerda qazishib ishlaydigan. Kanal qozish. Men bu ularning ovqat puli. Qarang, o'shalarni ham berib, nima Shoshiy hazratlarini mukofotlab, nima qilib borib, meni o'sha yurtinglarga mendan salom etinglar deb nima qilib jo'natadi. Shoshiy hazratlari keladilar-da, naki bu yerda haligi nima deydi? O'sha miroblar, nimalar, arxitektorlar o'sha nima qilib, o'sha Chersovdan boshlab kanalni nima qilib, Bo'stonni bu yoqqa olib keladi. Bu ikkita bo'linadi. Bittasi nima Chernayevga tomonga ketadi, bittasi. Emas, G'azaldan tanding. O'sha odam. Oqtoshdan O'sha taraflarda. O'sha taraflarda endi. So'bekda-yu. Chirchovni yuqorisi, endi o'sha Chirchovni yuqorisi. Endi G'azal kentga ham bormaydi. G'azal kentdan o'rtada Chirchovni suvi bor-da. Ana endi o'sha yerdan shu suvni olib kelib, bu ikkiga bo'linadi. Bittasi Zaharov. Bittasi mana shu bo'z suv. Bo'z suv keyin bundan keyin nimaga bo'lib tashlashadi? Mana Shahar ichilariga. Qichqirov, Damarov, Kaykovuz, Anhor, Salar, ajlar nimalarga bo'linadi. Bu yoqda Jo'n ariq. Ana shu 6 ta nimaga bo'ladi. Undan keyin har bir mahallaga kiradigan katta ariqlar bo'ladi. Katta ariqlarni kiritishadi. Undan keyin har bir xonadondan suv o'tadigan bo'lsin deb nima qilinadi. Har bir xonadondagi uylar shunga qarab qurilgan. Tabiiy mikroklimat bo'lgan-ku. Uylar shunga qarab qurilgan. Ko'chalarimiz egri-bugri bo'lishi suv yo'liga qarab qurilgan. Bo'lsa bunaqa to'g'ri qurishi bizlarniki qotirardi. Lekin o'sha masalan shahar ko'chalari egri-bugirligi shundan suv yo'liga qarab nima qilingan. Har bir uyga suv o'tadi, har bir uydan. U har bir uyda hovuz bo'ladi. Hovuzga kirg'izib, suvni tindirib qo'yib, lekin o'shandan olib ichishgan. O'shandan olib ishlatishgan. Anu ariq tomondan bu yoqqa qarab supurishgan. Ariqqa qarab emas, hozirgiga o'xshab. Hozir ariqqa qarab. Iymon. Mana shunaqa tarixlari bor. Bu mana hozir muhrlandi bu video. To'ppa to'g'ri gapiryapti. Ploshada qolib ketdi-yu. Bu hali afsona. Bular afsona. Buni baraka toping, ovoravering. Rahmat. Haqiqatda tegdi. Chunki mana shu o'zimizni, mana shu Shoshiy hazratlarimizni, mana nima Buxoroda 7 ta pir bor deydi. 71. Toshkentdachi? Toshkent bilmadim. Toshkentda 48 ta. Ha. Maşallah. 48 ta. Mana o'sha nimadan boshlanadi? Ilonliq ota, Cho'poni ota, So'galliq ota, bu nima ota, mana shunaqa hammasi bu yoqda mana Ibrohim ota, Zangi ota, naki nima ota, Bur ota, mana shunaqa otalar, Qo'yliq ota, Yalang'och ota, mana shunaqa bo'lib 48 ta. 48 ta avliyo o'tgan Toshkent. Piri bo'lgan o'zi yarisi. Ilmi bo'lganda ham har bittasi o'zining karomati bo'lgan. Karomati. Masalan, mana nimani karomati Shayx Zayniddin buvani karomati Ko'kshaniki. Shu soat yo'q paytda, shu chillaxonasi bor, pastiga tushgansizlar.
ikkita nimasi teshigi bor. O'sha yerda quyosh tushishini nima qilib turib, taqvim yashagan, nima qilgan? Taqvim. Taqvimni o'sha paytda soat yo'q paytda nima qilgan? Nima deydi? Soatlar bilan namoz paytini ko'rsatgan. Ana, u odamni u karomati. Endi mana Suzuk ota. Suzuk otaning karomati nima? Suzuk ota karomati duradgor bo'lgan. O'sha butun mahallaga duradgorlikni o'rgatgan. Har bir nimani o'zini karomati bo'lgan, avliyoni o'zini karomati bo'lgan. Masalan, mana nima qo'yliq ota. Qo'ymi o'sha qo'yliq ota deymiz. Chunki oq qo'y boqishni yaxshi ko'rganlar. Oq qo'yni yaxshilab yuvib, tarab oq qo'y boqish. Karomatlar o'sha oq qo'yda bo'lgan. Va yalang'och ota bitta. Har bittasini o'zini nimasi borki, u bir kitob bo'ladi, bir kitob. Tarixi bor, Tarixi bor. Ha. Amir Olimxon kelgan, shuni eshitganda, vaqtda soat bor ekanda. Buxorodan kelganda bir kecha yotib qolganda, shu soatini tuzatib bergan soatini, o'sha zargar nimalar. Qarang, undan keyin bir kecha yotib, naki tillada pul to'lagan, tillada. Demak ketgan Amir Olimxon. Endi qarangki, o'sha nima Rossiyagacha bo'lgan joyda, mana shu O'rta Osiyoda, Buxoroda ham, boshqa joy, Samarqandda ham soat usta bo'lmagan shu paytda. Zargar mahallada bo'lgan. Shu yerga Amir Olimxon kelgan. Shu tani qadim mahallam degan kitobda shu narsa yozilgan. Qo'shti mahallasi to'g'risida. Qo'shti mahallasi. Shavkat Azizov degan yozgan. Televideniyada mahallam degan nimani olib boradigan yigit. Shuni yozgan shu. Lekin Buxoro amrini aytamanki, shunchalar nima qilib, qancha boyligini o'rislarga tashlattirib, o'g'illatib, qilib, xorlikda Afg'onistonda o'lib ketdi deyman. Yo'q, endi eshitib turing. Mana agar Buxoro amirini Olimxonni xalq yaxshi ko'rgan. 250 mingta odam ketidan ergashgan. Tushunmagan. Yo'q, eshitib turing. Amir Olimxon xalqqa yaxshilik qilgan, juda ko'p yaxshilik qilgan. Endi qarangki, o'rislar kelyapti. Endi bu oltinni olib chiqib ketmasin deb hamma yo'lni to'sishgan. Undan keyin faqat otlarga qarab ot urgan. Otlarda olib chiqib ketmasin oltinni deb. Otlarni qirib tashlashgan. Bular Karmanaga kelib, Navoiyga, Karmanaga kelib, Karmana orqali nima qilib, Amudaryoni kechib o'tib chiqib ketishgan. O'sha 250 mingta aholiga hammasiga qo'liga 5 kilodan oltin bergan. Yo'l tarqatgan deyshadi. Bor gap shunisi. O'sha 250 mingtaga 5 kilodan qarang. Qancha bor ekanga ham o'shandan qolgan 5 kilo. Endi eshittiring. Ishlatyaptilar. Haligini ko'tarib olib o'tish suvdan. Qancha oltinlar Amudaryoda o'sha vaqt ketgan, cho'kib ketgan oltinlar. To'g'ri. O'shani rosa o'rislar qidirgan. Amudaryoni bekitib qo'yib topolmagan. Lekin bir kun chiqadi o'sha. Endi qarangki, u yoqqa o'tib ketishgan. Mayli bu, lekin ushlamagan nima? O'rislar. Frunze. Budyonliklar bor-ku. Frunze bilan Frunze o'sha 20-yili Buxoroga hujum qilayotganda Buxoroda 330 ta masjid madrasa bo'lgan. 330 ta. Aeroplanda bombardimon qilgan Buxoroni. Masjidlar, Bombardimon qilgandan keyin 3 ta masjid qolgan. 3 ta masjid. Bitta madrasa, 2 ta masjid, 3 ta qolgan. Ana 330 ta dana. Hozirgiga o'xshagan Isroil G'azo sektorini uryapti-yu, xuddi shunga o'xshab Buxoroni yer bilan bitta tekislagan aeroplanida. Frunze, Mana shunaqalar bo'lgan. Endi juda ham nima deydi? Bu yerda Odamlar rosa qirg'in bo'lgan. To'g'ri. Qon bo'lib oqqan. Hozir Saraqasiga Frunzevskiy rayon, Adamskiylar, Budyonlik ko'chasi nomiga nomlarni qo'yilgan. endi ruslarga qul bo'lgandan keyin qiladi. Qul bo'lgan. Nimasi yomon edi-da, Alloh yo'q dedi. Rossiya. Tilimizani, dinimizga, tilimizga qarshi chiqdi shular. hozir endi qarang. Arabni olib kirdi. Endi qarang, eshitib turing. Toshkentni bosib ololmagan. Toshkentni bosib ololmagan. Lekin o'sha qamal qilgandan keyin, suv bermagandan keyin sulh shartnomasi tuzishgan. Shunaqa.
shu bosilib olingan emas Toshkent. Sulh shartnomasi 20 punktdan iborat bo'lgan. Shunda bizani nimalarimiz, allomalarimiz aytganki, bizani dinimizga aralashmaysizlar, urf-odatimizga tegmaysizlar, boshqa nimalarimizga, hammasini nimalarni nima chiqqan. Tilimizga, nimamizga, dinimizga taalluqli narsalarga shu joyda qoldirasizlar. Boshqa nimalarni hammasini o'sha 20 ta nimada ko'rsatilgan. Ular shunga rozi bo'lgan. Mayli deb. Ana shundan keyin o'sha shartnoma qolgan. Lekin u paytida hali dinimizda ular Alloh borligiga ishonib, Chor Rossiyasi Allohga ishongan. Mana Lenin yo'q qilganda bu narsani. Chor Rossiyasi hali aytganingizdek, din o'zini dinlari bo'lgan, huquqlari, ateist davlat bo'lgan. bitta bizga yomonlik qilmagan Lenin. Hali Stalinni nimada? Hattoki o'zini Rossiya tarafida ham cherkovlarnicha yer bilan bitta qilib tashlagan. Bizani yaxshi masjid mazani hali kerosin sotadigan qilib Sklat qilib qo'ygan. Ularnikida buzib boshlangan. Shu Lenin ukazaniya berganki, borib birinchidan ularning qo'lidan Qur'onni olasan degan. Ular kelib nafaqat Qur'on, arabcha yozilgan kitoblarni hammasini olib, nima qilib yo'q yuborgan. Qancha ilmli nimalar kitoblar ketgan. Usmon Qur'onni qandoq borib, qandoq kelganini xabaringiz bormi? Bor. Shuni to'rtcha qo'yib qo'yinglar endi. Keyingi safar Keyingi safarga Qur'onni to'g'risida bir gapirib beramiz. bo'ldi inshaalloh. Amin. Amin. Tinchlik xotirjamlik. Alloh xotirmasin, o'tirmasin, bir rahmat.